Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz osteoxondroz va disk bo'yin osteoxondrozi va bo'yin disk grijasi haqida gaplashamiz. Bu ikkala kasallik asli bir xil kasallik emas. Xalq orasida osteoxondroz, bo'yin osteoxondrozi bo'lib qolibman, bo'yin grijasi bo'lib qolibman degan gap yuradi. Bo'yin osteoxondrozi asli meditsinada servikal disk degeneratsiyasi deb nomlanadi. Xo'p, bo'yin grijasi va osteoxondrozni farqlab olishimiz kerak. Osteoxondrozda bo'yin umurtqasi diski kompyuter o'ynash, telefon o'ynash, bo'yinni bir joyda harakatsiz qotish, ya'ni chevarlarda ko'p kuzatiladi. Bo'yinni enkaytirib bir joyda o'tiradi, 8-10 soatgacha ishlaydi. Buning natijasida qon aylanishi buziladi. O'sha diskda suvsizlanish bo'ladi, elastikligini yo'qotadi. Bu osteoxondroz kasalligiga olib keladi. Osteoxondroz kasalligi belgilari: bo'yin qotishi, bo'yin mushaklari qotishi, og'riq, harakatda og'riqning kuchayishi bo'ladi. Endi bo'yin disk grijasida esa bo'yin disk churrasi membranasi yorilib chiqadi va u bo'yin nervini ezib, ikkilamchi belgilar paydo bo'ladi. Yelkadan boshlab qo'llarning uchigacha og'riq bo'ladi. Qo'llarda sezish pasayadi va shishadi. Bu bo'yin disk grijasi belgisi hisoblanadi. Bo'yin osteoxondrozi 40 yoshdan oshgan insonlarda deyarli kuzatiladi. Tomografiya qilib ko'rganda chiqadi. Lekin bu har doim ham bu kasallikni davolash kerak degani emas. Bu tabiiy holatda ham 40 yoshdan keyin kuzatiladi. Lekin bo'yin disk grijasida esa albatta davolash kerak. Operatsiyasiz ham davolash mumkin bu kasallik.